hech kim ota-onani ketib qoladi deb o'ylamas ekan. Mana biz shunga guvohmiz. Otamiz yuzga kiradi deb o'ylardik. Baquvvat, pahlavon odam. Chavandoz va kurashganda odamni yelkasini uzib oladigan baquvvat odam. O'ylamaganmiz. Hayolimizga ham kelmagan. Shuning uchun ota-onasi bor birodarlarga iltimos, ota-onani hurmatini joyiga qo'yib, qarib qolsa yonida bo'lib, ona qarib qolganda, ota qarib qolganda, endi yashaveradi-da. Mana nonini olib borib beryapman u demaslik kerak ekan. Har kuni iloji bo'lsa bir marta, ikki marta xabar olish kerak ekan. O'sha jannat shu onalarni foyda deydi. Iloji boricha hurmatini joyiga qo'yib duosini olish kerak ekan.